28 dekabr kuni tushganmi? 42, 43 savol. Mana shunaqa jadval berilgan. Jadvalda yuqori kataklarda A, B, C, D, E degan noma'lum elementlar, noma'lum moddalar, noma'lum tuzlar, kislotalar, asoslar bo'lishi mumkin. Bu tomonda esa xlorid kislota, sulfat kislota, vodorod va ammiak ko'rsatilgan. Agar A modda bilan xlorid kislota to'qnash kelsa, yashil rangli eritma hosil bo'lar ekan. B bilan H xlor to'qnash kelsa, xlor gazi ajralar ekan. C bilan H xlor to'qnash kelsa, sariq eritma hosil bo'lar ekan. D bilan H xlor to'g'ri kelsa, karbonat chiqar ekan. E bilan H xlor to'qnash kelsa, vodorod chiqar ekan. A moddaga sulfat kislota qo'shsak, ko'k eritma bo'lar ekan. B moddaga sulfat kislota qo'shsak, tuz, kislorod, suv chiqar ekan. C moddaga sulfat qo'shsak, tuz bilan suv. D moddaga sulfat kislota qo'shsak, karbonat angidrid. E moddaga sulfat kislota qo'shsak, sulfat kislotaning konsentrlangani bo'lsa, HCl chiqar ekan, suyutilgan bo'lsa, vodorod chiqar ekan. A moddaga vodorod ta'sir etilsa, qizg'ish rangli metal bilan suv chiqar ekan. B moddaga vodorod qo'shilsa, kumushsimon oq rangli metal bilan suv chiqar ekan. C moddaga vodorod qo'shilsa, havoda tez xiralashadigan metal chiqar ekan. D modda bilan E modda bilan vodorod ta'sirlashmaydi. A moddaga ammiak qo'shsak, metal, oddiy gaz va suv chiqadi. B moddaga ammiak qo'shsak, metal uch oksidi, azot, suv chiqadi. C, D, E moddalar ammiak bilan ta'sirlashmaydi. Mana shu ma'lumotlar bor va pastda alohida yana yozuv bilan ma'lumotlar berilgan. C ning 70% metal ekan. O'sha C modda tarkibida 70% metal bor, qolgan 30% boshqa modda. D modda nordon tuz ekan. Uni tarkibida metal 39% tashkil qiladi. Moddalardan biri, endi A, B, C, D moddalardan biri vodorod peroksid parchalanish reaksiyasining katalizatori hisoblanadi. E metal qo'zg'almagan holatdagi tok elektronlar soni A metalning qo'zg'almagan holatdagi tok elektronlar sonidan 3 donaga ko'plik qilyapti. Shunda qaysi ma'lumotni eng yaqin bilamiz? Eng yaqin biladigan ma'lumotimiz bu vodorod peroksidining parchalanishi. Vodorod peroksid parchalansa, katalizator marganez 4 oksid suv bilan kislorodga parchalanadi. Bu reaksiya 7-sinf kitobida berilgan. Marganez 4 oksidi demak katalizator hisoblanadi. Birinchi ishlayapmiz. Demak, mana bu yerdagi A, B, C, D, E moddalarimizdan biri marganez 4 oksid. Aynan qaysi biri? Endi marganez 4 oksid A, B, C, D, E moddalarimizdan biri H xlor bilan baribir ta'sirlashadiki qachondir. To'g'rimi? Shunda marganez 4 oksidiga H xlor qo'shaman 8-sinf bo'yicha reaksiya ketadi. Marganez xlor 2, xlor suv chiqadi. Xlor gazi ajralganini e'tibor berdilaring. To'g'rimi? Bu yerga qaytsak, qaysi biridan xlor gazi ajralgan? B dan. Demak, B modda marganez 4 oksidligi isbotlandi. Tushunarlimi? B modda marganez 4 oksidligi aniq isbotlandi. Endi bu yerda yana nimani bilishimiz mumkin? Bu yerda havoda tezda xiralashadigan metal degan so'zni bilishimiz kerak. 9-sinfda yozgan faqat. Temir. Chunki havoda hamma metal xiralashadi aslida. Chunki havoda hamma metal oksid bardoshi qiladi. Faqat passiv metaldan tashqari oltin, kumushdan tashqari, passiv metaldan tashqari qolgan hammasi oksid bardoshi qiladi. Marganez ham oksid bardoshi qiladi, alyuminiy ham, rux ham, xrom ham ustiga oksid bardoshi qilib qo'yadi. Lekin havoda tezda xiralashadigan metal deb temir mavzusini fizik xossasiga aytgan. Temir havoda tezda xiralashib qoladi. Hali buni temirligiga shubha qilyapmiz, balki isbotlab qo'yishimiz ham mumkin. Xo'p, endi bu qatorlardan eritma ranglaridan qizg'ish rangli metal va suv chiqaryapti. 7, 8, 9-sinf kitobida bitta metalning rangi qizg'ishligini aytgan. Kerak bo'lsa bu qizg'ish rang organika demak ekan. Mismi ko'rganingizda qizil.
qolgan qizg'ish degan rang yo'q. Buni misliga shubha qilyapmiz. Aning tarkibida mis borligiga shubha qilyapmiz va misning 9-sinfda yashil eritmasi bor. Misning birikmalari yashil va ko'k. Ko'k eritmasi ham bor. Mis gidroksid, havorang, to'q ko'k, ravshan ko'k. Va misliga ishonch hosil qilib boryapmizmi? Va yana A moddaga amak qo'shsa metal oddiyga suv chiqadi. Ya'ni mislik oksidga amak qo'shsak 9-sinfda misdan olinishimida mislik oksid amak qo'shsak mis, azot, suv chiqadi. Metal, azot, suv. Misliga yanada ishonch hosil qildik. Tushunarlimi? Demak, A modda mis bo'lishi mumkin. Agar A modda mis bo'lsa, mis bo'lishiga taxmin qilayotgan bo'lsak, mana bu yerda shartida E metalning qo'zg'almagan elektronlari A metalning qo'zg'almagan elektronlaridan toq elektronlardan 3 taga ko'p. E ning toq elektronlari misligidan A mis deb o'ylayapsiz-ku. 3 marta ko'p deyapti. Shunda ikkinchisi boshlayapmiz. A metal tarkibida kim bor deb o'ylayapmiz? Mis bor deb o'ylayapmiz. Mis 29-element. To'g'rimi? 1s2 2s 2 2p6 3s2 3p6 4s1 3da 10. Nega 4s1 yozdim? Sakrash borda chunki. To'g'rimi? Sakrash bor va 29 ta elektron bo'ldi. Sakrash bor. Endi toq elektron sanayman. Hammasi juft, faqat mana shu 4s dagi nima? Toq. Demak, misning toq elektroni soni bitta-ku. E elementning toq elektronlari 4 ta. E ning toq elektronlari 4 ta. Endi E moddaga qaytamiz. E modda vodorod bilan ta'sirlashmayapti. E modda amak bilan ta'sirlashmayapti. E moddaga konsentrlangan sulfat qo'shsak SO2 chiqyapti, suyultirilgan qo'shsak vodorod chiqyapti. E moddaga H-lor qo'shsak vodorod chiqyapti. Mana shu joy muhim. E moddaga vodorod E moddaga H-lor qo'shsak vodorod chiqyapti-ku. Bu degani E modda vodoroddan katta. Chunki siqib chiqara olyapti-da. Tushunarlimi? Siqib chiqara olyapti. Shunda toq elektronlari 4 ta bo'lgan metal qidirishimiz kerak. Toq elektronlari 4 ta bo'lgan metal qidirishimiz kerak. O'sha metal vodoroddan metallar kuchlanish qatorida chapda turishi kerak. To'g'rimi? Chunki vodorod siqib chiqarish kerak. Vodorod va amaklar reaktsiyaga kirishmasligi kerak. Xo'p, endi E metal topmoqchi bo'lyapmiz. Toq elektronlari 4 ta bo'lgan metal qidirmoqchi bo'lyapmiz. Bir boshdan kelasizlar. Tarixchilar bir boshdan tekshirib chiqasizlar. Metallarni alyuminiyda, berilliyda, magniyda, natriyda tekshirib ko'raverasizlar. Toq elektronlari 4 ta bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Xo'p, tekshirib ko'rganimizda metaldan boshlaymiz. Demak, litiyda toq elektron bitta. Berilliyda toq elektron yo'q. Natriyda bitta, magniyda toq elektron yo'q, alyuminiyda bitta. Kaliyda bitta, kalsiyda yo'q, skandiyda 3 ta 1 bitta, titanda 3 ta 2, 2 ta, vanadiyda 3 ta 3, 3 ta, xromda 4s1, 3 ta 5, 6 ta. Sakrash bor xromda. Marganezda 4s2, 3 ta 5, 5 ta. Marganez emas. Temirga o'tamiz. Temirda 4s2, 3 ta 6 ta. Shuni tekshirib ko'radigan bo'lyapmiz temirda. Temir tekshirib ko'rsak 26-element 1s2 dan boshlaymiz. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3da 6. D ni katagini chizadigan bo'lyapman. D ni katagida 5 ta katag bor. Birinchi elektron, ikkinchi elektron, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi va rostdan ham bundan nechta? 4 ta toq elektron bor. Demak, temir ekanligiga ishonch hosil qilishimiz uchun temir rostdan ham vodoroddan chapda joylashgan. Temir rostdan ham H xlor bilan reaksiyaga kirishsa, temir xlorid bilan vodorodni siqib chiqaradi. Temir rostdan ham suyultirilgan sulfat bilan vodorodni konsentrlangan sulfat bilan SO2 ni ajratib chiqaradi.
Tushunarlimi? Demak, modda kim ekan? Temir ekan. Buni temirligini topishimizga buni misliga yordam berib yubordimi? To'g'rimi? Mis ekanligiga yordamlashib yubordida, sababi misdan keyin temir topdik. Endi A moddaga vodorod qo'shsak, qizg'ish rangli metal bilan suv chiqar ekan, A moddaga ammiak qo'shsak, metal oddiyga suv chiqar ekan. Shunda A modda misning qaysi birikmasi deb o'ylaymiz? Mis ikki oksid deb taxmin qilib ko'ryapmiz. Endi shuni mis ikki oksid ekanligini isbotlash uchun reaksiya yozib ko'raman. Demak, mis ikki oksidga qo'shaman vodorodni. Mis bilan suv chiqadi, qizg'ish rangli metal bilan suv chiqdimi? To'g'ri taxmin. Mis ikki oksidiga ammiak qo'shsak, to'qqizinchi sinf reaksiyasi bor. Mis, azot, suv. Mana metal oddiyga suv. Demak, bizning A moddamiz kim ekan? Mis ikki oksid ekan. A, B, E topildi va C bilan D qolmoqda. Endi C ga qaraymiz. C H-klor bilan reaksiyaga kirsa sariq eritma, to'g'rimi? Kumush xloridning rangi berilgan. Oq pag'a deb. Demak, kumush emas. Bu cho'kma, to'g'rimi? Lekin bu yerga cho'kmanning rangi berilganmi yo eritma rangi berilganmi? Eritma rangi berilgan. 8-9 anorganik kimyo kitobimizga ko'ra sariq rangli modda bitta mavzuda yozilgan. Qaysida? Temirda yozilgan. Temir zang rangidagi sariq. Nega men temirga shubha qilyapman? Chunki boya savoli boshida havoda tez xiralashadigan metallar qidirdik-da biz. O'sha narsa, o'sha modda temirning fizik xossasi yozilgan. To'g'rimi? Endi bu temir xlorid sariq rangli eritma. Cho'kma emas, eritma rangi sariq. Havoda tez xiralashadigan metal chiqargan C ga agar vodorod qo'shsak. To'g'rimi? Agar C ga H2SO4 qo'shsak, tuz bilan suv chiqar ekan. Demak, C moddaga nimaligini bilishimiz uchun temirligini bilib oldik-ku. Mana bu yerda C ning 70% metal deyapti. Shunda temir ekanligiga shubha qilyapmiz. 4-da temir ekanligiga shubha qilyapmiz. Temirning kimi deb o'ylayapmiz? Oksidi deb o'ylab ko'ryapsiz, to'g'rimi? Agar oksidi bo'lmagan taqdirda ham temir necha foiz bo'lishi kerak? 70%. Yondagi bir element 30% bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Yondagi element 30% bo'lishi kerak. Savollarimizda valentlik indeks berilmasa, nimadan foydalanamiz? Ekvantikdan. Afsuski temirda ikki xil ekvantik bor. 28 ga ekvantik bor. To'g'rimi? Chunki 56-ga bo'lamiz. 2 ga bo'lsak 28 ga ekvantigi bor. Aytdimmi? Va 56 ni 3 ga bo'lsak necha bo'ladi? 18 ga 67 mi? 56 ni 3 ga bo'lsak, bittadan bersak 3, 2 qoladi, 6 tushadi, 8, 24, 2 qoladi, 0 bo'ladi, 6 ketami? 18,67 bo'lmoqda. Buni x qilsam, noma'lum elementning ekvanti kelib chiqadi. Endi men temir ekanligiga shubha qilyapman, lekin temirning qaysi valentligi? 1mi, 2simi, 2simi, 3mi bilmayapmiz-ku. 2-3 valentliga temir. Shunda 18 ga 67 ni 30 ga ko'paytirib ko'ramiz yoki nollar qisqarib ketsa 3 ga ko'paytirib ko'ramiz. 18 ga 67 ni 3 ga ko'paytirsak 56 mi? 56 ni 7 ga bo'lsak-chi? 8 kimning ekvantligi? Kislorodning ekvanti chiqdi. Demak, temir necha oksid bo'lgan? 3 oksid bo'lgan. Chunki 3 valentli temirdagi kislorod chiqyapti-da. Bunda mana bu C moddamiz temir 3 oksid bo'ladigan bo'ldi. D moddamiz qoldi. D moddamiz nordon tuz. Endi nordon tuzlar gidrokarbonat, gidrofosfat, gidrosulfat, gidrosulfit, gidro nimadir tuzlarda
Lekin sizlar uni gidrokarbon ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Qanday ishonch hosil qilamiz desa, mana karbonat nega chiqyapti? Nega H-klor qo'shsak karbonat chiqadi? Nega sulfat qo'shsak karbonat chiqadi? Nega karbonat chiqadi desa, chunki bu nordon tuz. Qanaqa nordon tuz? Gidrokarbonatmi, gidrosulfatmi, gidronitratmi qanaqa? Gidrokarbonatmi? Demak, gidrokarbonat ekanligiga karbonatimiz shubha uyg'otyapti. Shunda 5-ish. Metal gidrokarbonatida metal necha foiz? 39%. Gidrokarbonatchi 61%. O'zi gidrokarbonatda ekvivalentligi 61 mi? Nega ekvivalent deyapman? Nega massa demayapman? Chunki bu metal 2 gidrokarbonat, metal 3 gidrokarbonat bo'lishi mumkin-da. Bitta valentik yoki metal yo'qligi uchun yana ekvivalentlikni foydalanyapman. 61 ekvivalent. Chunki buni massasi 61, valentligi 1 ga bo'lsam yana 61. Buni x qilsam, buni ekvivalent necha chiqadi? 39. Qaysi metalning ekvivalenti 39? Kaliy. Va biz bu modda kaliy gidrokarbonat ekanligini topdik. Tushunarlimi? Xo'p, biz qaysiga qiynalmadik? Buni topishga qiynalmadik. Chunki vodorod reaksiya yordamlashib bordi. Ani topishga qiynalmadik. Rangi qizilligi yordamlashib bordi va eritmas ko'kligi yordamlashib bordi. To'g'rimi? Keyin A orqali E moddani topishga qiynalmadik. Birdaniga elektronlardan temir kelib chiqdi. Biz shu C bilan D ga qiynalgan bo'lishimiz mumkin. D ga uncha qiynalmadik, chunki karbonat chiqyapti. Nordonsiz gidrokarbonat, aniq gidrokarbonat bo'lishi karbonat chiqyapti. Biz shu C moddaga qiynaldik. Uchun 9-sinfda temir mavzusida fizik xossasi o'qib chiqasizlar. Fizik xossasi havoda tezda xiralashadigan metal degan so'z faqat temirda bor. Nozik joydan tushyapti-da. Tushunarlimi? Demak, biz A ni, B ni, C ni, D ni topdik. Endi birinchi savolga o'tsak. Nima deyapti? A, B, C, D model toping deyaptimi? Berilgan A, B, C, D ni berilgan tartib yozing deyaptimi? Yozadigan bo'lyapmiz. A ni, B ni, C ni, D ni, E ni. A moddamiz mis oksid bo'ldimi? Demak, A moddamiz mis 2 oksid bo'ldi. B moddamiz kim? Marganin 4 oksid bo'ldi. C moddamiz temirning 3 oksidi bo'ldi. D moddamiz kaliy gidrokarbonat bo'ldi. Bu temir metali bo'ldi. Javob bir topildi. Endi ikkinchi savol. A, B, C moddalarining vodorod va ammiak bilan reaksiyasini tenglamalarini yozing deyaptimi? Javob 2. A, B, C ni kim bilan tenglamas yozaylik? Vodorod hamda ammiak. Birinchi vodoroddan yozib chiqaman. A ni yozadigan bo'lamiz. Mis 2 oksidini vodorod bilan, marganis oksidini vodorod bilan, temir 3 oksidini vodorod bilan yozadigan bo'ldim. Bu yozadigan reaksiyalaring jadval ma'lumotlariga mos shart buni. Vodorod ko'ryapsizlar? A ni, B ni, C ni reaksiyasi ko'ryapsizlarmi? D bilan E bilan reaksiya kirishmaydi vodorod. O'sha vodorodni mana shu A, B, C ga mos tushishi kerak. Masalan, qizil rangli metal mis bilan suv. Bu yerda kumushsimon oq rangli metal marganis bilan suv, to'g'rimi? Havoda tezda xiralashadigan metal temir bilan suv. Mos kelish shart. Jadvaldagi ma'lumotlarga mos kelish shart. Demak, mis bilan suv chiqadi. Marganis bilan suv chiqadi. Temir bilan suv chiqadi. Vodorod bilan reaksiyasi yozib bo'ldim. Endi ammiak bilan reaksiyasi yozamanmi? Mis 2 oksidiga, marganis 4 oksidiga, temir 3 oksidiga ammiak qo'shib chiqaman. Bu yerdagi reaksiyalarning ham ana shu jadval ma'lumotlariga mos kelishi shart. Bundan metal oddiyga suv chiqqanmidi? Lekin mana bu marganis 4 oksidda sal boshqacharoq edi. Metal 3 oksid, azot suv deyapti. Bunda marganis 2 oksid chiqaraman. 3 oksid chiqaraman. Marganis 3 oksidi, azot, suv. Bunisidan nima chiqaraman?
reaksiyasini yozmayman. Tushunarlimi? Jadval ma'lumotlarga mos tushishi kerak. Tenglashtirasizlar buni. Birinchi savolga A, B, C, D, E larni mana A, B, C, D ni A, B, C, D, E ni H xlor bilan hamma reaksiyasi yozish kerak. Sulfat bilan hamma reaksiyasini yozish kerak. Yozgan ma'lumotlaring mana shu berilgan jadvaldagi ma'lumotlarga mos tushishi shart. Tushunarli? Xo'p, demak, birinchisi H xlor bilan yozib chiqamanmi hozir? To'g'rimi? Javob bir reaksiyani yozyapmiz. Birinchisi kim edi? Mis ikki oksidi. Unga nima qo'shaman? H xlor va mis ikki oksidga qo'shaman H2SO4, to'g'rimi? Bunisidan mis xlorid bilan nima chiqadi? Suv. Bunisidan mis sulfat bilan suv chiqadi. Hop, buni yozdik. Endi ikkinchi moddamiz marganiz kloroksid edi. Unga H xlor bilan H2SO4 qo'shaman. To'g'rimi? Bunisidan marganiz xlor 2, xlor, suv aytilgan ma'lumotlarga mos tushishi shart. Xlor chiqaryapti. Bunisidan nima chiqaryapti? Tuz, kislorod, suv chiqaryapti. To'g'rimi? Tuz, kislorod, suv chiqayotgan bo'lsa, marganiz necha sulfat chiqaraman? 2 sulfat chiqaraman. Kislorod, suv chiqaramanmi? Oksidan chiqarish bo'ladi. Bo'lgan ertalabki gibrid savolimizda ham qo'rg'oshinning o'rniga margan so'roq qo'ydim. Shu reaksiyani yozishdan kerak edi. Demak, margan to'rtligi 2 ga o'tyapti. Bu 9-sinfda bor bu reaksiya. Bu 8-sinfda bor reaksiya. Buni yozdik. Uchinchi moddamiz kim edi? Temir uch oksidmidi? Temir uch oksidiga H xlor va sulfat. Jadvalda nima chiqadi degan bundan? Farqlanyapman. Temir uch xlorid bilan kim? Suv. Bunisida temir sulfat bilan suv. Buni ham yozdik. Keyingi moddamiz kaliy. To'g'ri. Kaliy gidrokarbonat va yana kaliy gidrokarbonat. Bunga H xlor qo'shamiz, bunga H2SO4 qo'shamiz. Ikkovidan ham karbonat chiqishi kerak, to'g'rimi? Kaliy xlorda oladi. Mana vodorod bega ko'chib kelsa, karbonat kislota beqaror-ku. Karbonat bilan suvga parchalanib ketadi. Bundan kaliy sulfat chiqadi. Karbonat bilan suv chiqadi. Mana aytilgan ma'lumotga mos kelyapti. Va oxirgi moddamiz temir. Temirga H xlor qo'shyapmiz. Temirga H2SO4 ning suyutilganini qo'shyapmiz. Temirga H2SO4 ning konsentrlanganini qo'shmoqdamiz. Temirga H xlor qo'shsa temir nechiligi? 2ligi bilan vodorod, to'g'rimi? 2 sulfat bilan suv, sababi 9-sinf kitobda aytayaptiki, temir suyutilgan xlorid va suyutilgan sulfat bilan reaksiya kirsa, temirning 2ligi chiqadi degan joyi bor. 9-sinfda 2ligi chiqadi. Temir konsentrlangan sulfat bilan reaksiya kirsa, temirning necha sulfat chiqadi endi? 3ligimi? Temir sulfat SO2 suv chiqadi. Demak, birinchi shartdagi hamma reaksiyani yozdik. Ikkinchi savol ham javobini topdik. 3-4larni ham topdik.